O'qildik, buqildik, to'yda ikkinchi qismini boshladik. Bu yerda Ulug'bek Yo'lchiyevni mast aylading degan ashulasiga chechenka bilan shunaqa tashabbus, hammani mast qilib tashabbus. Bir payt qarasam, mazza qilib o'ynasam, Xanna kelib Kokoshga ko'zingizni qisib o'ynang, qaynanangiz ikkita ko'zi sizda desa bo'ladimi? Shu joyiga Komil opam kelib, Kokosh men hech kimdan qo'rqma, pismiq soxta kelinni yasama, hech kimni aldama, borincha ko'rsat o'zingni deb maslahat berib ketdilar. U motivatsiyani eshitgan dadam ham hattoki men erta tursin o'zini qudalari, ya'ni qaynatam bilan shunaqa tashab ketdilar. Toza bu likkillar ekan demanglar, onam o'g'li ukam bilan o'ynaganimga baho beringlar. Undan ko'ra shu dinozavr davridagi o'rtog'imni churvaqachasini yuzidan o'pib qo'yinglar. To'yimga mana Oybek Nigorani o'zi kelib xizmat qildilar, dushmanmatchalarim ko'rib qo'yinglar. Bu yerda o'zimizcha romantika boshqacha-ku deb valsga tushib tursak, shatta Injir opa romantikani o'rtasiga tepib, o'rtaga olib chiqib, davay o'ynaylar desa bo'ladimi? Bu yerda borar edim, yo'llar uzunga rosa tashab o'ynabmiz. Bu yerda sinfdosh kursdoshlarim o'tirgan qiz o'rtada aylanar degan marosimda qilib o'ynatishyapti. Uni buni qo'ying, bu yerda Sevar opam "Тоже мне" degan she'rlardan aytib berdilar. Shatta mikrofonda xalni olib, men ashula aytaman desa bo'ladimi? Xullas shu yerda kuf suf qilib hammani o'ynatib jonini oldi. Bu yerda Koreyadan onlayn kollegalarim tabriklab qoldi. O'zlari kelishmasa ham mayli, kartamga to'yanani tashavordi. Tort marosimida men yeyman deb turibdi Injir opa yonimizda. Voy shampanskimi deb o'ylagandik biz ham hayolimizda. Asli Sprite'ni gazini berib qo'ygan ekan. Xullas sog' bo'lasizlar, 3-qismini esa Qozog'istonda ko'rasizlar.